Psixolog bo'lmaslik uchun o'zi ikkita institut tugatganman desam ham bo'ladi. Kasbim bo'yicha olganda birinchi soham jahon tillarini tugatganman, ikkinchisi Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomchilik va dizayn. Ya'ni ikkalasi ham bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydigan, psixologiya butunlay boshqa olam. Bolaligimdan men psixolog bo'lmaslikka doim tish tirnog'im bilan qarshi kurashib kelganman. Chunki onam psixiatr bo'lganlar, bu sohada bo'lganlar uchun buni qanchalik qiyinligini, mashaqqatini ko'rganman, mas'uliyatini ko'rganim uchun ham men hech qachon psixolog bo'lmayman deganman. Lekin taqdirmi yoki qalb kasbdan qochib bo'lmas ekan, Alloh meni shunaqangi qilib shu yo'lga olib keldiki, bugungi kunda men bu sohasiz o'zimni tasavvur qila olmayman. Hattoki qanaqa qilib shu sohasiz men yashaganman deb o'zimga ba'zan savol beraman. Bu chunki meni o'zimni haqiqiy menimni topishga, menimni ochishga, oilamni butunlay boshqa etapga olib chiqishga, munosabatlar har tomonlama butunlay o'zgarishga olib keldi. Va qaytadan tug'ildim desam ham bo'ladi. Eng asosiysi meni Allohga yaqinlashtirdi va Allohning qanchalik erkatoy ekanligimni his qilishga yordam berdi. Bugungi kunda men boshqa insonlarga ham xuddi shu narsani his qilishga, hayotlarini butunlay o'zgartirish mumkinligini o'zlariga, o'zlarining qo'lida ekanligini ko'rsatishga yordam berib kelmoqdaman. Va bu albatta men uchun eng katta baxt. Chunki aytishadi-ku, bitta oila ajrashsa arsh larzaga keladi. Endi tasavvur qiling, birlashsa qanaqangi baxt bo'ladi. Va men mana shu baxtdan, o'quvchilarim natijasidan doim xursand bo'lib, o'zimni eng baxtli inson deb his qilaman.